2026-yilning 16-yanvar kuni soat 20:00 da Mening yurtim telekanalida Iffat serialining 77-qismi namoyish etiladi. Ushbu qism voqealarga yanada chuqur ma'no bag'ishlab, tomoshabinni sadoqat, or-nomus va muhabbat sinovlari bilan yuzma-yuz qiladi. Serial har bir yangi epizodda o'zining ruhiy va hissiy kuchini yanada oshirib borayotgani seziladi. Kamron va Shirinning taqdiri bu safar kutilmagan zarbalar bilan sinovdan o'tadi. Ularning yo'li oson emas, og'ir qarorlar, ichki iztiroblar va mashaqqatli tanlovlar bir-biriga ulanadi. Haqiqiy muhabbat qanchalik kuchli ekani aynan shunday vaziyatlarda namoyon bo'ladi. Qahramonlar boshidan kechirayotgan kechinmalar samimiy va ishonarli tasvirlangan. Aktrisalar va aktyorlar ijrosi serialning eng kuchli jihatlaridan biri bo'lib qolmoqda. Har bir qarash, sukut va ohang orqali qahramonlarning ichki dunyosi ochiladi. Kamron obrazi qat'iyat va mas'uliyat bilan uyg'unlashsa, Shirin obrazi sabr va sadoqat timsoli sifatida yodda qoladi. 77-qism Iffat tarixida muhim bosqich bo'lib, tomoshabinni sevgi, ishonch va vijdon haqida chuqur o'ylashga chorlaydi. Aynan mana shu mazmuniy boylik va hissiy ta'sir serialni alohida qadrlashga undaydi.